Germaniyadagi o'zbek oilasi 7 yillik turmushimiz davomida 5-marotaba ko'chgan uyimiz ekan. Qanday joylarda yashamadik. Har birining o'z hikoyasi bor. Hozirgisidan gapira qolay. Bu uyni ta'mirlab tugatamiz deb 3 oydan beri er-xotin shu bahona 7 yildan beri bir-birimizni ochilmagan qirralarimiz bilan tanishdik. Sentyabrda boshlagandik, dekabrda tugadi. O'zi ham sarguzasht bo'lib ketdi bu yog'i. Avval devorlarni bir bo'yab chiqdik. Svetlar o'rnatdik, pardalar qo'ydik. Har bir aytgan jarayon kuyovingizning sharofati bilan cho'zilib ketdi. Nega deysizmi? Qachon ishdan ortsa, keyin uydagi ishda o'zbegim. Uku mayli, devorni qarang, chiroyli-a? O'zimiz tanlab, maxsus yopishtirib, bir kun vaqt sarfladik. Ammo hammasi tushib ketib qolsa bo'ladimi? Ayb devordami yoki dadasi sizdami? Nega yopishmadi? Sababini bilsangiz kommentda yozib yuboring. Oshxona mavzusi. Oy, bu temani ochmang. Nemis qo'shnilarni deb oshxonamiz ham bir haftada qurib bitkazildi. Sal qolsa hashar qilib olardik-a. Siz videoda ko'rgandek oson bitib qolmadi. Ammo uddaladik. Bir baho beringchi. Dekorlar meni qalamimga mansub. Gulzor, chamanzor qilib yuboray dedim-u. Bu uy bog' emas deb eslatib turdim o'zimga o'zim. Nimadir yetishmayapti-ya. Akvarium desam, erim deb gap boshlaganda his qildim nima bo'lishini. Bo'pti, bugun yetadi. Bir haftadan keyin gap ochaman dedim. Nima deb o'ylaysiz? Kundira olamanmi?